Lekin biz bilishimiz kerak bo'lgan bitta narsa bor. Xavfli odamlarni qanaqa aniqlash mumkin? Ularning belgilari qanaqa bo'ladi? Diqqat bilan eshiting. Birinchisi, juda tez yaqinlashadi. Men sizsiz yasholmayman, sizni yaxshi ko'raman, siz boshqachasiz degan gaplarni aytadi. Bu sevgi emas, bu nazoratda boshlanishi. Ikkinchidan, chegaralaringizni sinaydi, ya'ni shaxsiy chegaralaringizni. Siz yo'q desangiz yoki inkor qilsangiz, rad javobini bersangiz, ustingizdan kuladi va bosim o'tkazadi. Sizni chegaralaringizni hurmat qilmagan inson hech qachon sizni ham hurmat qilmaydi. Uchinchisi va ko'p uchraydigan turi, ayb har doim sizga yuklaydi. Agar sen gap qaytarmaganingda men seni urmasdim. Agar sen unaqa qilmaganingda men bunaqa qilmasdim deydi. Bu eng asosiy abyuzerlarning belgisi. To'rtinchisi, sizni yolg'izlashtiradi. O'rtoqlaringizni yoqtirmaydi, oilangizga borishga qo'ymaydi, uyga qamab qo'yadi. Izolyatsiya qiladi. Bu sevgi emas, baraka topkurlar. Bu paranoid nazorati deyiladi. Kayfiyati keskin o'zgaradi. Bugun mehr, sevgi izhor qilishi mumkin. Ertaga esa portlaydi, azob beradi, uradi, so'kadi. Afsuski juda ham ko'p uchraydi. So'z va amal bir-biriga mos kelmaydi. Va'dalar ko'p, harakat esa yo'q. Bu manipulyatsiya. Siz qo'rqishni boshlaysiz. Gapirgandan ko'ra jim turishni afzal bilasiz. Qo'rquv bor joyda hech qachon muhabbat bo'lmaydi. Xavfli odamlar darrov o'zini fosh qilmaydi. Ular boshida yoqimli, keyin nazorat qiluvchi, keyin esa yo'q qiluvchilar bo'ladi. Fikrlarimni bitta videoga sig'dirishim juda ham qiyin, vaqt chegaralangan. Lekin bundan keyingi videolarda aynan xavfli odamlar, ularning turlari, ularni qanaqa ajratish mumkin, oiladagi sog'lom muhitga nimalar ta'sir o'tkazadi, nosog'lom muhitni nimalar yaratadi kabi tushunchalar berib boraman. Va ayniqsa buni biz o'zimiz o'rganib, farzandlarimizga ham o'rgatishimiz muhim va zarur.